Kavsar surasining asl nozil bo'lishligi, ya'ni Alloh taolo tarafidan bizga tushishligini, bizga bunday o'zini kalomidan bo'lib o'qilib qolishligini sababini bilingda. Har o'qiganingizda illa o'sha mazmun mohiyatda inshaalloh taolo yashaysiz. Buni sababi qarab turing. Menga Kavsarni ato qildi dedilar. Menga Kavsarni berdi. Sahobalarga keyin aytdilarki, sahobalar uni birinchi marta eshityaptilar hayotda. Arab bo'la turib Kavsar degan, al-Kavsar degan so'zni birinchi eshityaptilar. Hal tadruna ma huwa al-Kavsar dedilar. Kavsar nimaligini bilasizlarmi o'zi dedilar. Allohu va rasuluhu a'lam. Alloh va rasuli biluvchi, bilmaymiz nima Kavsar. Kavsar dedilar, jannatda bir daryo. Jannatda bir daryo, qarang, uni kengligini shunday deyilgan. Uni kengligi vasf qilingan paytda u qirg'og'i bu qirg'og'ini tillodan deyilgan. Uni kengligi u yoqdan bu yoqqa, sohilidan u sohildan bu sohil, u chekkasidan bu chekkasiga borish uchun masirata shahr deyilgan. Bir oylik masofa ketadi. Shu darajada keng daryo, u barakali daryo, unda juda ham ko'p xayri bo'lgan daryo, u shunday bir buyuk bir ne'mat, faqat Robbim uni menga berdi dedilar. Payg'ambar alayhissalatu vassalomni qarang, mushriklar, kofirlar u nasabsizdir, u naslsizdir deya u yoqda g'iybat qilar ekan, Payg'ambar alayhissalatu vassalomga Alloh taoladan shunday hadiyalar kelyaptiki, ey Muhammad, ey habibimiz, ey sayyidimiz, biz sizga hech bir bandaga berilmagan Kavsarni, ya'ni o'sha jannatdagi bir nahrni, jannatdagi bir anhorni ato qildik dedi. Payg'ambar alayhissalatu vassalam sahobalarga buni aytib va Kavsar surasini o'sha majlislarida o'tirgan sahobalarga o'qib berdilar. Endi mazmuniga qarang. Inna deyapti. Albatta biz. Qarang, buni eshiting va namozingizda endi o'qiganda inna a'toynakal kavsar fasalli robbika wanhar inna shan'aka huval abtar deb qo'ymang. Buni ma'nosi buyuk ma'no. Ma'nosiga ehtiyot bo'ling. Ma'nosini tushunib o'qing, lazzatlanasiz. Ma'nosini tushuning, Payg'ambar alayhissalatu vassalam bo'lgan muhabbatingiz va u kishining qadri qimmatlari, u kishining ulug'vorligi yana qalbingizda uni inshaalloh his qilasiz. Shu darajada o'qingki, Payg'ambar alayhissalatu vassalamni o'zlariga o'qiyapman deya biling. Nega? Buni Kavsarning ma'nosini qarang, Kavsarning ma'nosini ulamolar har xil tafsir qilganlar. Umum ma'nosi o'sha jannatdagi bir anhor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga berilgan, boshqa bashariyatning hech bir kimsasiga berilmagan. Payg'ambarlarga ham hatto berilmagan.